Salom aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun hammamizni tashvishga solishi kerak bo'lgan, ayniqsa keksa avlod vakillariga va ularning oila a'zolariga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Sizning e'tiboringizni bir lahzaga jalb qilmoqchiman, chunki bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega va uni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Gap 2026 yil 1 maydan boshlab pensionerlar uchun kuchga kiradigan yangi talablar haqida ketmoqda. Bu shunchaki bir sananing o'zgarishi emas, balki pensiya olish tartib-qoidalarida jiddiy islohotlarni anglatadi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Hozirda kanalga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda motivatsiya beradi. Keling, kechiktirmasdan mavzuga kirishaylik. Asosiy mohiyati. Aziz do'stlar, pensiya tizimi har bir davlatning ijtimoiy siyosatining o'zagidir. Avvallari pensiya tizimi ancha barqaror va tushunarli mexanizm asosida ishlagan. Siz pensiya yoshiga yetgach, tegishli hujjatlarni ijtimoiy himoya agentligiga topshirardingiz, ariza berardingiz va belgilangan muddatda pensiya tayinlanardi. Bir marta tayinlangan pensiya odatda uni to'xtatish uchun juda jiddiy sabablar, masalan, pensiyaning qayta hisoblanishi, vafot etish holati, bo'lmasa har oy o'z vaqtida to'lanardi. Pensiya oluvchilardan har yili qandaydir qayta ro'yxatdan o'tish yoki qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish talab qilinmas edi. Har qanday o'zgarishlar asosan ijtimoiy himoya agentligining o'zi tomonidan amalga oshiriladigan ichki jarayonlar natijasi edi. Shaxsiy ma'lumotlar yoki pasport nusxalarini yangilash kabi zaruriyatlar juda kam uchraydigan holatlar edi. Asosan pensiya oluvchilar uchun pensiyaga chiqdingizmi, tamom, oyma-oy olib yurasiz degan tushuncha shakllangan edi. Biroq 2026 yil 1 maydan boshlab bu eskicha tushuncha o'zgaradi. Hukumat pensiya tizimini modernizatsiya qilish, uni yanada shaffof va adolatli qilish, shuningdek, pensiya fondiga tushayotgan yukni optimallashtirish maqsadida bir qator yangi talablarni joriy etmoqda. Bu talablar to'g'ridan-to'g'ri barcha amaldagi va bo'lajak pensionerlarga tegishli. Ularni bilmaslik yoki e'tiborsiz qoldirish pensiyangizning to'xtatilishiga, kechikishiga yoki hatto miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Keling, bu asosiy o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, yillik majburiy raqamli qayta ro'yxatdan o'tish tartibi joriy etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, har bir pensioner har yili ma'lum bir muddatda ijtimoiy himoya agentligining maxsus onlayn portali orqali o'zining pensiya olish huquqini tasdiqlashi shart bo'ladi. Ikkinchidan, ishlayotgan pensionerlar uchun daromadlarni tekshirish mexanizmi yanada kuchaytiriladi va ular uchun pensiya tayinlash yoki to'lash shartlari o'zgarishi mumkin. Uchinchidan, pensiyani uzluksiz olish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjatlardagi biometrik ma'lumotlarning yangilanganligi va ularning tizimda mavjudligi majburiy shartga aylanadi. Bu o'zgarishlar nimaga kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Hukumatning maqsadi tizimni modernizatsiya qilish, pensiyalarni yanada adolatli taqsimlash, firibgarlikning oldini olish va pensiya fondining barqarorligini ta'minlashdir. Bu kabi o'zgarishlar ko'plab rivojlangan mamlakatlarda allaqachon amalga oshirilgan va o'z samarasini bergan. Endi esa biz ham ushbu global tendensiyaga qo'shilmoqdamiz. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kimga tegishli emas. Keling, yuqorida aytib o'tilgan har bir o'zgarishni alohida real hayotiy misollar bilan tahlil qilaylik, toki har biringiz o'zingizning holatingizni baholab olishingiz mumkin bo'lsin. Birinchi o'zgarish, yillik majburiy raqamli qayta ro'yxatdan o'tish. Nima bu? Har bir pensioner har yili belgilangan muddatda, odatda pensiya olingan oyga to'g'ri keladigan 2-3 oy davomida ijtimoiy himoya agentligining e-pensiya nomli yangi onlayn portali yoki mobil ilovasi orqali o'zining tirikligini va pensiya olish huquqini tasdiqlashi shart. Bu jarayon shaxsiy kabinetga kirish, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash yoki maxsus mobil ilova orqali yuzni skanerlash, biometrik identifikatsiya orqali amalga oshirilishi mumkin. Maqsad o'likjonlarga pensiya to'lashning oldini olish va pensiya ma'lumotlarining dolzarbligini ta'minlash. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda raqamli texnologiyalardan bexabar, internetdan foydalana olmaydigan, smartfoni yo'q yoki uni ishlatishga qiynaladigan keksa avlod vakillari xavotir olish kerak.
Qishloq joylarda yashovchi, yaqinida internet markazi yoki yordam beradigan farzandlari bo'lmagan pensionerlar ham xavf guruhida. Real hayotiy misol bir. Omon aka 75 yoshli qishloq fuqarosi. Omon aka Surxondaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari shaharda, nevaralari esa hali juda yosh. Omon akaning smartfoni yo'q, faqat tugmachali telefondan foydalanadi. Kompyuter va internet nima ekanligini yaxshi tasavvur ham qila olmaydi. Hatto oddiy bankomatdan pul yechishda ham qiyinchiliklarga duch keladi. Yangi talabga ko'ra, Omon aka har yili may oyida e-pensiya portaliga kirib, o'zini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Agar u bu jarayonni o'tkazib yuborsa, masalan, 2026 yil may oyida ro'yxatdan o'tmasa, uning 1-2 million so'mlik pensiyasi 1 iyundan boshlab to'xtatiladi. Pensiya to'xtatilgandan so'ng, uni qayta tiklash uchun Omon aka ijtimoiy himoya agentligining tuman bo'limiga shaxsan borishi, ro'yxatdan o'tish sabablarini tushuntirishi va qayta ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Bu jarayon Omon aka uchun transport xarajatlari, navbat kutish va stressni keltirib chiqaradi. Unga yana 1 oy pensiyasiz o'tkazishga to'g'ri keladi. Kimga tegishli emas? Raqamli texnologiyalardan foydalanishni biladigan pensionerlar, shuningdek, oila a'zolari, farzandlari, nevaralari yoki ishonchli vakillari yordam beradiganlar bu borada unchalik xavotir olmasalar ham bo'ladi. Shuningdek, nogironligi tufayli uydan chiqa olmaydiganlar yoki tibbiy sabablarga ko'ra mustaqil harakatlana olmaydiganlar uchun maxsus imtiyozlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Ijtimoiy himoya agentligi xodimining uyiga tashrif buyurishi. Real hayotiy misol 2. Gulnora opa, 68 yoshli shahar aholisi. Gulnora opa Toshkent shahrida yashaydi. Uning smartfoni bor va undan WhatsApp, Telegram kabi dasturlar orqali farzandlari bilan muloqot qilish uchun foydalanadi. O'zining bank kartasidan onlayn to'lovlar ham qilib turadi. Uning nevarasi universitet talabasi. Yangi talab e'lon qilingach, Gulnora opa nevarasidan yordam so'radi. Nevarasi unga e-pensiya portalidan shaxsiy kabinet ochishga, eri olishga va keyinchalik har yili yillik tasdiqlash jarayonini amalga oshirishga ko'maklashishga rozi bo'ldi. Gulnora opa uchun bu o'zgarishlar katta qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki u raqamli ko'nikmalarga ega va oilasining yordami bor. Ikkinchi o'zgarish, ishlayotgan pensionerlar uchun daromadni qat'iy tekshirish. Nima bu? Avvallari ishlayotgan pensionerlar ham pensiyalarni, ham ish haqlarini to'liq olishlari mumkin edi. Endilikda yangi qoidalarga ko'ra, agar pensiyaning miqdori va qo'shimcha ish haqi ma'lum bir summadan oshsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki hatto ma'lum 1% ga qisqartirilishi mumkin. Hukumatning maqsadi pensiya tizimidagi yukni kamaytirish va pensiya fondini moliyaviy barqarorlashtirish, shuningdek, ishlay olmaydigan yoki ish topa olmaydigan pensionerlarga ko'proq resurs ajratish. Kim xavotir olishi kerak? Rasmiy ravishda ish joyiga ega bo'lgan, doimiy ish haqi oladigan pensionerlar xavotir olishi kerak. Ayniqsa oylik maoshlari ancha yuqori bo'lganlar yoki bir nechta ishda ishlaydiganlar uchun pensiya miqdorining kamayish xavfi mavjud. Shuningdek, norasmiy daromadga ega bo'lganlar ham ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki hukumat endi bank operatsiyalari va boshqa ma'lumotlar bazalari orqali noqonuniy daromadlarni aniqlash mexanizmlarini joriy etishi mumkin. Real hayotiy misol 1. Qodir aka 62 yosh, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Qodir aka pensiya yoshiga yetgan bo'lishiga qaramay, oz sevimli ishi, o'qituvchilikni davom ettirmoqda. Uning oylik maoshi 3 million so'm, pensiyasi esa 8 million so'm. Yangi qoidalarga ko'ra, agar uning umumiy daromadi, maosh pensiya, respublikada belgilangan o'rtacha ish haqi miqdorining, deylik, 150 dan oshsa, masalan, o'rtacha ish haqi 3 million so'm bo'lsa, 4-5 million so'mdan oshsa, uning pensiyasi 50 ga kamaytirilishi mumkin. Demak, Qodir akaning umumiy daromadi 8 million so'm, 8. Agar limit 5 million so'm deb belgilansa, uning pensiyasi 900 ming so'mga tushib qolishi mumkin. Bu esa uning oilaviy budjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Real hayotiy misol 2. Zaynab opa 65 yosh, uy bekasi. Zaynab opa pensiyaga chiqqanidan beri hech qayerda ishlamaydi, faqat uy yumushlari bilan band. Uning yagona daromad manbai bu pensiya. Bunday holatdagi pensionerlar uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, chunki ularning qo'shimcha daromadi yo'q va ular yangi daromadlarni tekshirish talablari ostiga tushmaydi.
Ular pensiyasini avvalgidek to'liq miqdorda oladilar. Real hayotiy misol 3. Rustam aka 70 yosh, taksichilik qiladi, norasmiy. Rustam aka pensiyasiga qo'shimcha qilib, norasmiy ravishda taksichilik bilan shug'ullanadi va kuniga o'rtacha 100-150 ming so'm daromad topadi. Bu uning oylik pensiyasi 1-3 million so'mga sezilarli qo'shimcha bo'ladi. Yangi qoidalar joriy etilgach, hukumat bank kartalariga kelib tushayotgan pul o'tkazmalarini yoki boshqa moliyaviy operatsiyalarni kuzatish mexanizmlarini kuchaytirishi mumkin. Agar Rustam akaning bank kartasiga muntazam ravishda katta summalar kelib tushgani aniqlansa, ijtimoiy himoya agentligi uning daromad manbai bo'yicha so'rov yuborishi mumkin. Natijada Rustam aka o'zining norasmiy daromadi haqida ma'lumot berishga majbur bo'ladi va bu uning pensiyasining qayta hisoblanishiga yoki hatto norasmiy faoliyatini to'xtatishga olib kelishi mumkin. Uchinchi o'zgarish biometrik ma'lumotlarni yangilash va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Nima bu? Pensiyani uzluksiz olish uchun har bir pensionerning shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari, pasport, it karta yangilangan bo'lishi va ularda biometrik ma'lumotlar, barmoq izlari, yuz tasviri to'liq mavjud bo'lishi shart. Agar pensionerning pasporti eski namunadagi bo'lsa yoki it kartasi muddati o'tgan bo'lsa, uni pensiya olish tizimiga ulashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Maqsad shaxs identifikatsiyasini kuchaytirish, pensiya to'lovlari bilan bog'liq firibgarlikning oldini olish va ma'lumotlar bazalarini zamonaviy standartlarga moslashtirish. Kim xavotir olish kerak? Biometrik pasporti bo'lmaganlar, eski namunadagi pasport egalari yoki it kartasining amal qilish muddati tugagan pensionerlar xavotir olish kerak. Ayniqsa yoshi ulug', kasalligi tufayli pasport stoliga bora olmaydigan yoki hujjatlarni rasmiylashtirishda qiyinchiliklarga duch keladiganlar uchun bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Real hayotiy misol: Maftuna opa 80 yosh, biometrik pasporti yo'q. Maftuna opa umri davomida hech qachon xorijga chiqmagan va shu sababli eski namunadagi pasporti bilan yashab kelmoqda. Uni biometrik pasportga almashtirish zaruriyatini his qilmagan. Endi esa pensiyasini uzluksiz olish uchun uning it karta yoki biometrik pasportga ega bo'lishi majburiy bo'ladi. Maftuna opa 1 yildan beri og'ir kasallik tufayli yotoqda. Uning pasport stoliga borishga kuchi yo'q. Farzandlari esa chet elda ishlaydi. Agar 2026 yil 1 maygacha uning hujjatlari yangilanmasa, uning pensiyasi to'xtatiladi. Bu vaziyatda uning oilasidan kimdir kelib, uning nomidan hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berish kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha qiyinchilik va xarajatlarni keltirib chiqaradi. Yoki ijtimoiy himoya agentligi uning holatini hisobga olib, uyga o'zi kelib hujjatlarni olishiga yordam berish kerak. Biroq bunday mexanizm qanday ishlashi hozircha aniq emas. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday yangi qonun yoki tartibda bo'lgani kabi, bu o'zgarishlarda ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni yanada tayyor bo'lishingizga yordam beradi. Istisnolar. 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va og'ir kasalliklar tufayli mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar uchun yillik raqamli qayta ro'yxatdan o'tish talabi bekor qilinishi yoki ularga qulay shart-sharoitlar yaratilishi mumkin. Misol uchun, ijtimoiy himoya agentligi xodimlari ularning uyiga borib, joyida ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Bu holatlarda tibbiy xulosa asos bo'ladi. Chekka hududlar, internetga ulanish qiyin bo'lgan yoki raqamli infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagan chekka qishloq joylarda yashovchi pensionerlar uchun ehtimol ijtimoiy himoya agentligining sayyor xizmatlari yo'lga qo'yiladi. Bu xizmatlar ma'lum vaqtlarda qishloqqa borib, pensionerlarni ro'yxatdan o'tkazishga yordam berishi mumkin. 3. Vaqtinchalik imtiyozlar, og'ir kasalliklar, xorijdagi uzoq muddatli davolanish kabi sabablarga ko'ra, ma'lum muddatga yillik qayta ro'yxatdan o'tish talabidan vaqtinchalik ozod etilish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Buning uchun tibbiy hujjatlar yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar talab etiladi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. 1. Firibgarlik. Yangi raqamli tizim joriy etilishi bilan firibgarlar faollashishi mumkin. Ular ijtimoiy himoya agentligi yoki pensiya fondi nomidan soxta veb-saytlar yaratishi, elektron xatlar yuborishi yoki telefon orqali qo'ng'iroq qilib, pensionerlardan shaxsiy ma'lumotlarni, bank karta raqami, PIN kod, pasport ma'lumotlari,
so'rashi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga bermaslik kerak. Pensiya to'lovlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlar faqat Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy manbalarida e'lon qilinadi. Texnik nosozliklar. Yangi onlayn portallar va tizimlar ishga tushirilganda dastlabki bosqichda texnik nosozliklar, serverning yuklanishi, xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensionerlar uchun qayta ro'yxatdan o'tishda yoki ma'lumotlarni yangilashda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shunday holatlarga tayyor turish va oxirgi daqiqagacha kutmasdan harakat qilish muhimdir. 3. Ma'lumotlarning yetishmasligi. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa internetdan foydalanmaydiganlar, bu yangi talablar haqida umuman xabardor bo'lmasliklari mumkin. Ijtimoiy himoya agentligi va mahalla qo'mitalari tomonidan keng tushuntirish ishlari olib borilishi zarur. 4. Ishonchli vakillik. Keksa yoki kasalmand pensionerlar nomidan ularning farzandlari yoki boshqa yaqinlari pensiyani qayta ro'yxatdan o'tkazishda qanday tartibda harakat qilishlari mumkin? Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadimi? Ishonchnomada qanday vakolatlar ko'rsatilishi kerak? Bu jihatlar hali aniq belgilab qo'yilmagan bo'lishi mumkin va kelgusida aniqlashtirilishi kerak. 5. Pensiya miqdorining hisoblanishi. Ishlayotgan pensionerlar uchun pensiya miqdorini kamaytirish mexanizmi qanday bo'lishi, ya'ni qanday formulalar asosida hisoblanishi, qaysi daromadlar inobatga olinishi yoki olinmasligi, masalan, ijara daromadi, bankdagi omonatlardan foiz daromadi, aniq va tushunarli tarzda tushuntirilishi zarur. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sizlarga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Har bir pensioner yoki ularning oila a'zolari bu tavsiyalarga amal qilib, 2026 yil 1 mayga qadar to'liq tayyor bo'lishlari kerak. 1. Ma'lumot to'plash va xabardor bo'lish. Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytini muntazam kuzatib boring. Yangi talablar bo'yicha batafsil yo'riqnomalar va tushuntirishlar aynan o'sha yerda e'lon qilinadi. Agentlikning ishonch telefoni raqamiga qo'ng'iroq qilib, sizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Bu raqam odatda 1105 yoki shu kabi qisqa raqam bo'ladi. Mahallangizdagi mahalla raisi yoki hokimlikning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'uli bilan bog'lanib, tushuntirish yigilishlari haqida ma'lumot oling. Raqamli ko'nikmalarni oshirish. Agar sizda smartfon bo'lmasa, uni sotib olishni va undan foydalanishni o'rganishni boshlang. Farzandlaringiz yoki nevaralaringizdan yordam so'rang. Internetdan foydalanish, oddiy onlayn xizmatlarga kirish va e-pensiya portalining interfeysini o'rganishga harakat qiling. Ko'pgina tuman va shaharlarda keksa yoshlilar uchun bepul kompyuter savodxonligi kurslari tashkil etilishi mumkin. Ularda qatnashing. Elektron raqamli imzo olishni o'rganing. Bu davlat xizmatlarida shaxsingizni tasdiqlash uchun juda muhim vosita. Uni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. 3. Hujjatlaringizni tekshirish va yangilash. Pasportingiz yoki idkartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u muddati o'tgan bo'lsa yoki eski namunadagi pasport bo'lsa, zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, biometrik pasportga yoki idkartaga almashtiring. Nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomalari, mehnat daftarchasi kabi pensiya tayinlashda asos bo'lgan boshqa hujjatlaringizning tartibli ekanligini, yo'qolmaganligini tekshirib chiqing. 4. Daromadni hisoblash ishlayotgan pensionerlar uchun. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, o'z rasmiy daromadlaringizni, ish haqingizni va pensiya miqdorini hisoblang. 2026 yil 1 maygacha Ijtimoiy himoya agentligi daromadlarni hisobga olish bo'yicha aniq me'yorlarni e'lon qilish kerak. Ularni diqqat bilan o'rganing. Agar daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, pensiya miqdorining kamayish ehtimoli borligini hisobga oling. Zarur bo'lsa, bu borada yuridik yoki moliyaviy maslahatchi bilan bog'laning. 5. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar sizda raqamli ko'nikmalar yetarli bo'lmasa yoki hujjatlarni yangilashda qiyinchiliklar tug'ilsa, farzandlaringiz, nevaralaringiz yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ulardan e-pensiya portalida ro'yxatdan o'tishda, ma'lumotlarni kiritishda va yillik tasdiqlash jarayonini amalga oshirishda ko'mak berishlarini iltimos qiling.
Agar siz uydan chiqa olmasangiz, yaqinlaringizdan agentlikka murojaat qilishda yoki hujjatlarni yig'ishda yordam berishlarini so'rang. Notarial tasdiqlangan ishonchnoma qanday rasmiylashtirilishi kerakligini oldindan o'rganing. 6. Ijtimoiy himoya agentligi bilan bog'laning. Barcha savollar va tushunmovchiliklar bo'yicha to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limlariga murojaat qiling. U yerda shaxsan borib maslahat olishingiz yoki yuqorida aytilgan ishonch telefoni orqali bog'lanishingiz mumkin. Faqat rasmiy manbalardan ma'lumot oling. 7. Proaktiv bo'ling. Hech qachon ishlarni oxirgi daqiqagacha qoldirmang. 2026 yil 1 mayga hali vaqt bor, ammo bu vaqtni samarali ishlatish kerak. Hozirdanoq barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqing, texnologik bilimlaringizni oshiring va yaqinlaringiz bilan maslahatlashing. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz 2026 yil 1 maydan boshlab pensionerlar uchun kuchga kiradigan yangi va muhim talablar haqida batafsil gaplashdik. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar tizimni yaxshilashga, uni yanada adolatli va zamonaviy qilishga qaratilgan. Biroq unga tayyorgarlik ko'rish har bir pensioner va ularning oilalari uchun juda muhim. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki aniq harakat qilish uchun yo'riqnoma. Pensiyangizning uzluksiz to'lanishi, sizning farovonligingiz va xotirjamligingiz uchun berilgan maslahatlarga amal qiling. O'zingizni, yaqinlaringizni, ayniqsa keksa ota-onalaringiz va buva-buvlaringizni bu o'zgarishlar haqida xabardor qiling va ularga yordam bering. Sizningcha, bu yangi talablar qanchalik adolatli? Ular pensiya tizimiga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'z fikrlaringizni va bu boradagi savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu bizga kelgusi videolarda sizni qiziqtirgan mavzularni yoritishda yordam beradi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling.